Osmani sultanları Sultan 3. Mehmet Osmani devletinin 13. padişahı hüküm sürgen devri 1595 yıldan 1603 yılgacha 1595 yılı 27 yanvar Osmani devletinin 13. padişahı 3. Mehmet taxtda o'ltirdi. 3. Murat davrida Avstriya bilan urush boshlangan edi. Astargon qo'ldan ketdi. Avstriyaliklar shaharni qattiq bulang-talang qilib, turk musulmon aholilarini qilishdan o'tkazdi. Ularning podshohi Aplakdan qochib chiqqan xalqlar o'tayotgan ko'rikni o'qqa tutdi. 20 mingdan ortiq xalq Tuna daryosiga tushib g'arq bo'ldi. 3. Mehmet 1596 yılı 20 iyul Avstriyaga qarab qo'shin tortib, Agri qo'rg'onini fath qildi. 3. Mehmetning Agri Fatihi deb yodlanishiga uning mushu fathisi sabab bo'lgan edi. Hachovada Osmonilar qo'shini zafar quchdi. Bu zafar Osmoni davlatining g'arbda qo'lga keltirgan oxirgi cho'ng g'alabasidir. Emir Agrining fathisi haqida mundoq deydi. U Muhaj ve Çaldıran'a tenglashtirilgidek büyük bir zaferdir. 1600 yılı Kanija qo'rg'oni fath qilindi. 3. Mehmet davrinin en muhim vaqaligi Anatoliyada partilgan Jalali isyonlaridir. Naloyiq kishilarning davlat boshqurishi, janglarda qo'shinning mag'lub bo'lishiga boshlashi, taxtga chiqqan sultonlarning bo'shanligi, pulning qimmatining tushishi, yo'lsizlik ve parixo'rlik qatorliq ishlar bu isyonlarni jonlantirdi. Davlatmi bu isyonlarni bostirishga ojiz keldi. Sharq va g'arbda uchirgan mag'lubiyatlar, Anatoliya va Istanbulda chiqqan ichki isyonlar podshohning ochtamoqdan qilishiga sabab bo'ldi. 1603 yili 21 dekabr vafot topdi. Qabrisi Aya Sofiya masjidining beg'idadir. الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمجوس